Assalomu alaykum. Akalar, qish kelyapti, bu yog'i sovuq. Nima ko'p bo'ladi, nima g'am ko'p bo'ladi, svet o'chib qolsa, qachon yonarkin degan g'am tashvish ko'p bo'ladi. Endi siz ishlab chiqarishingiz bormi, choyxona, ishxona tashkilotingiz bormi? Generator dvijoklarning har xil turida bor. Solerkaga moslanganlari bor, shovqini pasti, benzinliklar bor, shovqini past, har xil variantidan stop starliklari bilan akalar. Xo'p, bundan tashqari olma bu yerda avtomatik qo'yishgan, ishlatib ko'rsatib beramiz. Svet o'chdi, davlat tok o'chib qoldi. 5 sekundda dvijok o'ziga o'zi zavod beradi. Yana 10 sekunddan keyin uyingizda, xonadonda svet yonadi o'zi. Hech kim aralash kerak emas. Faqat buni benzindan xabar olib tursalang bo'ldi, yeb icharidan. Xo'p, stabilizatorlarda ham hamma turi bor, Andelidan tortib, xo'p, Gidroxgacha. Buni ham farqlari, narxlarini aytamiz hozir. Undan oldin sizlarga mana dvijoklarni yaxshilab tushuntirib beramiz, rasxodi narxlari bilan. Bitta 38 vattishlar qo'yib qo'yasizlar. Motor kerakmi, dvijok kerakmi, hammasini akalarimiz uyushtirib berishadi. Endi videoni boshladik. Qo'shimcha ma'lumot ekrandagi raqam. Yana bir marta assalomu alaykum qadrli do'stlar. Qo'qon, Yangi bozor, Gidrox. Bu do'konda Rahimjon degan ukamiz bor. Charchagan ukam, tuzumsiz, yaxshimisiz? Ha, assalomu. Suv nasoslaridan tortib pilisos, moykalarga, sammoykalarga, karcherlar, sezoni kelgan dvijok hamda stabilizator generatorlargacha bor-a? Bor aka, hammasidan bor. Qaysini hozir ko'rsatib beramiz, o'shani ayting bizga. Bu dvijogimiz avtomat sistemada bo'ladi, 7,5 kW toza tok beradi. Hop. Svet kelsa o'zi o'chib, o'zi avtomatik yonadi, ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Bu hozir avtomatik holatda turibdi, mana ko'tarib qo'yamiz uni. Dvijok svetni o'chirganimizdan keyin, Ben davlat svet o'chib qolsa, uzildi, aytaylik, do'koningizda, ishxonangizda bu bir 10 sekund, 15 sekundda, 5 sekundda qo'shib yubordi. 15 sekundda baqa liniyaga tok berish boshlaydi. Ha, bayda 10 sekund, 15 sekundda bayda yo'q. beradi. Bu sraz ishlar ekan-da. Sraz ishlaydi, generator ardan o'chganini hisobga olib, keyin tok berishni boshlaydi. Qaydan bildi bu svet o'chganini? Bu avtomatni o'zi miyasi beradi, mana yonadi. Generator uyga tok kelsa, aqa tok bersa, hammasi o'zi ko'rsatib turadi chiroqchalar. Tushunardim. Mana tok berishni boshladi. Endi yonadi. Bizda endi sharoit yo'q uchun aqa ulanmaganmiz. O'shaning uchun mana tok berishni ko'rsatadi. Ulab qo'ysa yongan bo'lardi. Mana endi svet keladi, generator o'zini o'zi uzadi mana. Generator o'zini o'zi o'chiradi mana. Uyga tok kelganini bildiradi. Endi bu o'zi avtomatik o'chadi. Mana o'chdi avtomatik, mana o'zi liniyaning tokiga o'tdi bu narsa. Generator 18-15 sekund o'zini o'zi o'chiradi. Ha, demak bir marta ustanovka qilib qo'yib, benzinni quyib qo'ysa, qaytib qarash kerak emas. Shart emas. O'zi ishlayveradi. O'zi avtomatik ishlaveradi. Bo'ldi, tushunarli akalar. Mana siz ishlab chiqarishingiz bormi, yo xonadoningizga qo'yib berasizmi, to'yxonaga, choyxonaga? Hech kim bezovta bo'lmasa ekan, o'zi o'chib, o'zi yonib, o'zi o'chib, o'zi yonib. Ovozli variant. Xolasalar, mana ovozli varianti ham bor. Bu ovozsiz, bu ovozli. Aver sistemalargacha bor. Bu benzinli, bu solarkali. Bunda ham xuddi shunaqa sistemalar. Buni ovozi balandroq, Buni ovozi baland. Bunda ham ovozsiz emas, ovozi bor, pastroq. Pastroq, hali. Tar deb quloqni yemaydi, xullas yonida ham gaplashsa bo'laverar ekan. Yaxshi. Narxi qanchadan chiqadi? Narxi $1150. $1150 akalar bor turibdi. Hamma narsasi bilanmi? Hamma narsasi bilan Monolari bilanmi? Shunaqa, hamma yo'g'i. Mana shu 3 ta narsa kampilik billa. Hammasi bitta, anoni o'zi emas. Yo'q, buni o'zi bas. Aniqlik kiritib qo'yish kerak-da. Hamma miya-piyalar bilan, hamma yo'q bilan billa beriladi. Bo'ldi. Mana shu 3 ta stabilizator bor, miyasi. Yo'q, stabilizator addenni. O'shani so'rayapman-da, ukajonim. Yo'q, miyasi bo'ladi, dvijok bo'ladi, kabel-mabillar bo'ladi, bo'ldi shu. Bunisi qo'shilmaydi. Bunisi qo'shilmaydi, birozda bitta tekshirib bergan ularni xolos. Ana shuni oydinlik kiritib qo'yish kerak. Xo'p, ana endi akalar hammasini narxlari hamda turlarini aytamiz. Nasoslarning hamma turidan bor, aloqaga chiqaveringlar, kelishtirib beradi. Qanchadan qanchagacha nasoslarimiz? 300 mingdan tortib bag'i ketaveradi, 40 million, 50 millionliklari ham bor. Endi sezonga hozir stabilizator bilan dvijok asosan. Dvijokda aytaylikchi qaysi tarafdan boshlaymiz? Dvijok bu tomondan boshlayveramiz. 1 kW dan tortib
Ha. 1 kilovatdan tortib bag'i 50-60 kilovat, 100 kilovatgacha bor. Dvijok 1 kilovat siz ko'rsatgan hozir shovqindan past. Bu shovqinsiz. Shovqinli variantlari bor. Bular 1 million 200 ming so'mdan. 1 million 200 mingdan boshlanadi bular. Boshlanadi, ag'a chiqib ketaveradi. Bo'ldi. Xo'p. O'shani ayting hozirgina. Shovqin pastda 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming. Mana nechtalik bu? Bular 3 kilovat ovozli varianti. Qancha chiqyapti bu? Buni narxi 250 dollar chiqadi. 250 Aver sistema qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Moslashing. Xo'p, mana ovoz pastlarda. Ovoz pastlar. Mana ular 750 dollar. Bunda ham aver sistemasi bor. Inventor. Stop startli. Stop startli pultda zavat bo'ladi. 20 metr masofadan pult olaveradi. Zo'r. Bulari 5,5 kilovat aversiz sistema. Narxi 550 dollar. Buni 3 kilovat bu ham aversiz sistema, narxi 400 dollar. Zo'r. Endi ketdi o'zimizda jaydarlarni, dvijoklarni aytib chiqaning. Mana ularimiz bor. Ham metan, ham propan, ham benzinga yuradi. Narxi 2 million 900 ming so'm. Ularimiz bor 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming. Xohlasalar mana 3 kilovat averli sistemasi ham bor. Narxi 370 dollar. Farqi nima averli deganini? Farqi o'sha choli gampiri bo'lsa uyda, shuni qo'yib o'rnatib berishadi. O'sha televizor, televizor, xolodilniklarni ishlataveradi. Ha, xuddi mana unga o'xshab o'zini o'zi ishlatadigani. Ha, u qancha u? 380 dollar. Mana shu miyasi bilan beriladi. Necha kilovat chiqaradi? 3 kilovat tok beradi. 3 kilovat, soatiga 3 kilovat. Rasxod qancha benzin? Rasxod soatiga 1,5 ta. 1,5 litr. 1,5 litr, 1 litr nagruzkaga qarab ichaveradi. Metan propanga ustanqasi yo'q, buni bo'lmaydi. Buni miyasi borligi uchun bo'lmaydi. Ammo ularda, bularda moslasa bo'ladi. Ular zavodskiy moslangan. Bo'ldi. Xo'p, yana qaysi biri bor? Salarka 3 fazalar bor. Bu salarkali diviziyalar. Qancha o'sha salarka 3 fazali? Bular benzin 3 faza 650 dollar narxi. U benzinlisi. Benzin salarkali mana ular. U qancha? 1500 dollar. Necha kilovatlik? 10 kilovat. 10 kilovat 1,5 ming dollar. Shunaqa. Orqangizda ham borki 22 kilovat bor. To'xtang. 12 kilovat bor. 3 faza hammasi. Xo'p, mana salarkali bu bilan yana qaysi bor? Bu bor, orqangizda mana uchovi bor. Bu kattalari? Ha, mana bu 2700 dollar 22 kilovat tok beradi. 2700 dollar. O'zi o'chib o'zi yonadigani. Shunaqa. Bu ham 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollar. Necha kilovat tok? 10 kilovat beradi. 12, 10. Shunaqa. 12 yozgan 10 kilovat. 10 kilovat beradi. 1,5 ming? 1,5 ming dollar. Yaxshi. Hop. Bunisi-chi? Bunisi 1300 dollar ovozli varianti. Xuddi shularda ovozli varianti. Bu ovozi pastroq bularda. Bu ovozi pastroq. Tushunarli. Yaxshi. Ro'paramizdagi yashil. Bular 3 million so'm. 3 million. Yaxshi, 3 million. Hop, akalar, endi qaranglar. Sezon bag'i, asosan hozir dvijoklar aytibki, motorlarga ancha to'xtalib qo'yamiz xolos. Mana bu bor aka, 10 kilovat. Hop. O'sha original narsa. Narxi 530 dollar. Pultda ham zavod bo'ladi. 530. 530 dollar. Necha kilovat tok? 10 kilovat. 10 kilovat toza 8,5 kilovat tok beradi. Ha, tushunarli. Mana ular bor aka, 480 dollardan 9 kilovat yozgan 7,5 tok beradi. Mana shuni ovozli varianti. Ha, qancha bu chiqadi? Bu 480 dollar, 480 dollar chiqadi. Yaxshi. O qizillarichi, katta. Qizillar ham, bular ham 250 dollar. Avtomat sistemasi bor, o'zingiz ulasangiz bo'ladi miya. Necha kilovat tok beradi? 3 kilovat tok beradi. 3 kilovat. Bunisi? Bunisi 5,5 kilovat tok beradi. Buni ham avtomat aver sistemalari bor, qo'ysangiz bo'ladi. Moslashtirilgan. Tushunarli. Xo'p, akalar, hamma turidan bor. Xo'p, mana miyalar o'ziniki. Miyani ash pastdaginiki. Miyasi bilan beriladi. Yaxshi. Addeni sotuvda ham miyalar bor, 100 dollardan miyasi bor. Tushunarli. Yana qaysi ma'lumotlarimiz qolib ketyapti dvijoklar haqida? Dvijoklar haqida endi hammasini aytib o'tdik. Mana shu 2 milliondan bor dvijoklar. 3 kilovat tok beradi. 2 milliondan. Necha kilovat tok? 3 kilovat. 3 kilovatli. Bo'ldi. 2 millionga shunaqa variantlar. U qancha rasxod qiladi soatiga? 1 litr rasxod qiladi. Buni ham propanga ulasangiz, bitta katta balonda 1 oy yoqasiz. Mana kattasi necha litr yoqadi? Buni 1,5-1,8 edi. Nagruzkangizga qarab yuradi. Tushunarli. Haligi to'g'risini aytib bo'lmaydi dvijokda. Dvijok nagruzkaga qarab ichaveradi. Ha, o'sha qancha vaqt tok qo'shilgan sari rasxod ko'payaveradi. Bo'ldi. Hop, suv nasoslari. Mana ular qanchadan boshlanadi? Nasoslar ham bular kirchatkalilar bo'lsa 950 mingdan boshlab bag'i 2 million 300 minggacha bor.
Dollar. Endi hamma razmeri bor. $500, har xil $300. Hop, suv nasoslar, xonadonlar. Eng arzonlari xonadonga mana yaxshisi so'zashtali 600 ming so'm. 600 ming. Yaxshi, o'tgan yil ham shunaqa narxi oshmabdi narxi. Zo'r. Bunaqa Ventilyatsiya ham 650 mingdan ag'i ketaveradi. chiqib ketaveradi. Ulitka deyman, hammasidan bor. Lo'g'lis hammasidan. Hop, akalar, ana endi ekranda raqam qoldirganmiz. Aloqaga chiqsalaring, ukalarimiz batafsil ma'lumot beradi. Stabilizatorlarni bitta yengil tushuntirib beraylik. Stabilizatorlarimiz 1 kilo 0.5 kilovatdan 1 kilovat hammasidan bor. 30 kilovat deysizmi? 5 kilovat, 10 kilovat. Narxi qanchadan chiqadi? $230 andalilarga 15 kilovat, bularga $200, mana ular $280. Bular chiqib ketaveradi. Kilovatiga qarab, tok ko'tarishiga qarab 45 dan ko'tarsa, qimmatlashadi puli, sal oshadi. Mana 90 dan ko'tarayotganlar bular narxi sal arzonroq bo'ladi. Qancha bo'ladi? $180. 90 tokda ham 220 qilib beradi. 220 beradi. Tushunarli. Gidrokslarga qancha chiqyapti? Gidroislarga $200 dan chiqadi. 15 kilovati bor. Shu andali ichi yaxshi firmalarga bor. Ichi. Garantiyasi bor, sifatli narsa. Mana shular $230. $230. Yaxshi, aloqaga chiqish tortib, ag'a chiqib ketaveradi. 40, 50 hammasidan bor. Aloqaga chiqsa bo'ldi. Tushunarli. Ekranda raqam bor, telefon qilinglar. Bizning nomimizni eslang, yana ham kelishtirib berishadi.